Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum rahmatulloh. Hoji opa, yaxshimisizlar? Alaykum assalom, yaxshimisiz? Ibodatlar yaxshi bo'ldimi? Ixlos firmasidan aytishga tilojiz. Sizlar qanday xizmatlarimiz? Xizmatlaringizga gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q. Kamchiliklar yaxshi bo'ldimi? Zo'r bo'ldi. Biz o'ylagandan ham ziyoda. Ortiqchasi bilan bo'ldi. Chunki men o'tgan safar men opam og'zidan gapini olib qo'ydim. Uzr opa. O'tgan safar shu turizmda kelganman-da men. Shu mazza qilganman. Ashunda aytganman-da, bu yerda mana Makka mukarramada Ka'ba-i muazzamada niyatlar ijobatda. Xudo xolab nasib qilsa mana shu kompaniyada o'g'il, qiz, kelin, nevaralarim bilan, qarindosh urug'larim bilan kelaman deb o'zim niyat qilgandim. Mana 11 ta bo'libmiz-da biz o'zimiz. Mashalloh. Endi Xudo xolab nasib qilsa yana va'da beraman, yana niyat qilaman. Bitta guruhga bo'lib kelamiz. Qarindosh urug'lar. O'zimiz Xudo xolab nasib qilsa inshaalloh hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Ayniqsa men Solihaxon qizimdan, anu Islom Ali bolamdan, qolganlarining ismini bilmayman, lekin juda ham yaxshi xizmat qilishdi. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Topganlariga Alloh baraka bersin. Mana shu firma gullab yashnaversin. Hammalarimiz yana qayta Ibrohim Haylo chaqirlardan bo'lib Alloh o'zi chorlab chaqirib baytida ko'p mehmon qilaversin. Bizning xizmatimizda charchamanglar. Alloh hammalaringdan rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Juda ham yayradik. Biz maza qildik. Yana qayta kelishga Alloh mana shu kompaniyadan kelishga. Hech ham adashmagan. Attapani bizda bitta turizmga topshirdik-da. Keyin men aytdim bularga, men hammasidan unaqa bo'lib chiqdim-da. Yutib chiqdim. Yo'q, men o'zim borganda boramiz. Chunki o'tgan safar ham juda ham zo'r xizmat qilgan. Hozir bundan ham ziyoda. Alhamdulillah. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Topganlariga Alloh baraka bersin. Oson emas ko'pchilik bilan ishlasam. Undan u xil, bundan bu xil fikr chiqadi. Norozi bo'ladiganlar bor. Alhamdulillah, Allohga shukr, hech qanaqa norozi bo'ladigan kompaniya emas-da bu. Rahmat. Juda zo'r. Davlat ishonyapti. Ikki tomonlama Juda ham mashalloh, ko'z tegmasin. Birinchi o'rindagi. Alloh rozi bo'lsin. Birinchi o'rindagi. Sog' bo'linglar. Yana ko'rishaylik. Mana shu mehmonxonadagi bizga xizmat qilganlarni ham hammasini tanjonlar sog' bo'lsin. Ovqatlariga gap yo'q. Ovqatlariga Til gap yo'q. ojiz. Ibodatga quvvat bo'ladi. Zo'r. Mazza qilib ibodatlarni qildik, ziyoratlarni qildik, sayohatlarni qildik. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, boshqalarimizni haqqiga ham duo qo'yinglar. Alloh tanjonlari sog' bo'lsin. Ilohim umrlariga, rizqlariga, pullariga ham baraka bersin. Mahmudjon hoji, Ulug'bek hojiga, Risolatxon opaga, yana bizni mana u jo'natgan Murodjon hoji bor-a? Murodjon hoji ukamiz ham tanjoni sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin shu boladan ham hamisha umrlariga, rizqlariga, pullariga baraka bersin. Robbim ihson qiluvchi boylardan bo'lsin, qarz beruvchi qo'llardan, sahiy boylaridan, zakot beruvchilardan, qurbonlik qiluvchilardan, ilm o'rganib, ilm o'rgatuvchilardan bo'lsin. Hammalarini Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizga rahmat.